62 kvadrat skvozniy planirovkali Novostroykadan kadastr chiqqan kvartirani ko'rsatamiz. 54.500 dollarga. Sergeli sokin makon жилой kompleksida shu 16 etajkaning kadastr chiqdi 13-etajda. Hovlisida parkovkalari bor, bemalol detskiy plashadkalari bor. Kalit notarsining o'zida berib olgan kvartirani obzor qilib beramiz. Pod'ezd eshigimizga kirganimizda uzun prikoshka. Buning eng yaxshi tarafi bu planirovkaning skvozniy, ya'ni o'ng qo'lda oshxona, chap qo'lda ota-onalar yotoqxonasi. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi kattakon zali, go'st remont qilingan, kirib yashashga tayyor. Kalit notarsi o'zida berib yuboriladi. O'zi gilam to'shab, pardalangandan keyin odam kirgandan keyin uy obod bo'lib qoladi. Hozir ham hech kim yashamagan, juda chiroyli bo'lib turibdi, yaxshi holatda. Bu tarafda o'ng qo'lda kattakon oshxonasi, bu yerda mana texnikalari bor. Двухлотный kotyoli, gaz plitasi hammasi kelib turibdi. Bu yoqqa mana katta stol qo'yib, bemalol choy ichib o'tiradigan joylari bor. Bu yerda orqada balkoni bor, taxminan 1.20 ga 3 metrli balkoni bor. Mana yaxshi tarafi yana planirovka o'ta chiroyli, shaxsan o'zimga juda yoqqan. Hamma xonalari ham, anaqalari ham, sanujillari ham alohida, ya'ni razdelni. Mana bu tarafda ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham gilam parda to'shagandan keyin chiroyli holatga kelib qoladi. 62 kvadrat 54.500 dollar. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Hujjatlar hammasi joyida. Kalit notarsining o'zida berib yuboriladi. Pastda nomerga aloqa qilib ko'rasizlar. Faqat naqdga sotilinadi. Bu videomizni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin.